Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va bizni kuzatib borayotgan aziz do'stlar. Mana Namangan viloyati Namangan shahridagi Chorsu dahasida 11-maktabda o'rtadan kirib keladigan ko'chada mana shunday to'rxonali 2 etajli uyimizni buzish jarayonlari ketyapti. Bugun birinchi kunimiz do'stlar. Mana undan chiqqan taxta yog'ochlari mana ga qo'yapmiz. Mana ko'rib turganingizdek ustakamiz yonida, Ortiqol akamizni. Rayka deymizmi, duruchka deymizmi, to'sin deymizmi, nima deydi bilmaymiz ana. Bo'lajak hoji ham şeydilar. Hojilar o'zlari bilanlar nima deydi. Gap yo'q mana. Bu tarafda ham to'rxona uy bo'lgan oldin. To'rxona uy buzilgan. Ana ustalarimiz ham Tazi Shokirjon. Xizmatlarda kasha bo'lgan. Do'stlar ko'rganingizdek. Hamma yo'lda kashasini chiqarib tashlaganmiz. Ikkinchi etaj boloxona hammasi buzildi. Bu tarafda ham navesi buzildi. Xudo xolosa ertaga past qismini buzib tugatamiz. Nasib bo'lsa do'stlar. Mana ko'rib turganlaringdek. Ko'rib turganlaringdek. Bu xonadon sotilgan, ya'ni 8 sotix xonadon ekan. Bu tarafida o'sha buzilgan joy 4 sotiga $35,000 sotildi.